Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor olami kanalimizning doimiy kuzatuvchilari, hurmatli dehqonlar, mirishkorlar, hurmatli asarlar ishqibozlari. Aziz yurtdoshlar, biz Toshkent viloyati Angren shahridamiz, Angren tog'larida. Aziz yurtdoshlar, oldinlari va'da qilganimizdek Shavkatxon akamiz bilan birgalikda asarlari yetishtirish maydoniga tashrif buyurganmiz. Akamiz mana shunday so'lim joylarda asarlari yashiklarini o'rnatib, xudo xolasa mana shu asarlari yashiklariga bugun qarishga kelganmiz. Mana shu yaxshi tavsiyalarni akamiz bilan birgalikda sizlarga yetkazib borishga harakat qilamiz. Aziz obunachilar, biz bu ko'rsatib borayotgan ko'rsatuvimiz, mana shu qilayotgan ishlarimiz reklama emas, faqat va faqat savob ish uchun. Xayrli maqsadni oldimizga maqsad qilganimiz uchun akamizga mana iltimos qildik. Akamiz bilan birgalikda xudo xolasa bugun ana shu bir yaxshi qo'ldan kelgancha bor ma'lumotlarni, hech qanaqa sirlar yo'q bu yerda berishga harakat qilamiz. 2025-yil 27-iyunni sanasi muborak juma ayyomi hammamizga muborak bo'lsin. Shavkatxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli tadbirkor olami kanalining a'zolari. Mana biz xudo xolasa toqqa yetib keldik. Inshaalloh. Mana arlarda ko'rsatamiz. Holatini qo'ldan kelguncha yoritib boramiz. Qani, bismillahirrohmanirrohim deb mana akamiz hozir so'lim go'shalarga. Aziz obunachilar, bu tomonda Men so'rashmayman men. bu tomonda Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkor olamining obunachilari, muxlislar. Bugun biz tog'ga keldik. Dam olishga emas, asalari ko'rishga keldik. Ketdik zo'r. To'rabek aka qanday gap qolsa, Shavkatxon akani ko'rsatib, xayol faqat haligi nima deydi, xalqimizga faqat so'rash, men bilan so'rashmas ekan. Yo. Bundan deb qo'yinglar kommentariyada. Axir nari tomonda yurganingiz. Qani ketdik obunachilar. Kerakmas bo'lsa aytinglar. Xo'p, aziz obunachilar, mana xudo xolasa akamiz mana shu joyga. Endi manzaraga o'zingiz baho berib qo'yasiz. Shahardan ancha ichkarida joylashgan bu so'ng go'shamiz. Mashalloh. Bu narigi tomonlarimiz ham tog', mana bu tomonlarimizga e'tibor qiling. Aziz obunachilar. Mana Mashalloh, tabiatni o'zgacha ifori bor. Shavkatxon aka, qani bismillahirrohmanirrohim. Mana asarlarimiz, asarlar yashiklarimiz. Xudo xolasa Qachon keldik aka bu yerga? Bir boshidan boshlaydi endi. Tak, bir iyunda 3-sidami shu yerda edik, adashmasam. To'g'rimi? Iyunda 3-sana. hozir bu asarlari yashiklari o'rnatilgan sana. 20 kunlar, 22 kun bo'ldi asalarni olib qo'yganimizga. 22 kun bo'ldimi? Shunaqa bo'ldi. Arlarimizni ishlashi yaxshimi? Uchishiga bir baho berasizlar. Uchishi bekordan bekor bo'lmaydi. Arlar ishlash Allohga shukr juda ham yaxshi. Gulchang olib kelishi ham, asal olib kelishi ham yaxshi. Xudo xolasa endi ramkalarni ochib, arlarni, asallarini hammasini ko'rsatamiz. Mana gulchang olib kelishlarini bir ko'rsating arlarni. Qaranglar, orqa oyog'ida Gulchangi aziz obunachilar, mana o'zi asarlarimiz xuddi xaltaga o'xshagan yonida olib kelishadi. Hozir video davomida ko'rsatib ketamiz. Mana siz nima desangiz shu. tabiatni qarang. Shavkatxon aka, men o'zim ham juda havas qilib, qiziqib qoldim. To'g'risi bu tabiatni qo'yniga kelib ham dam olasiz, ham nima deydi, asarlariga qiziqsangiz, mana asarlari yig'ayotgan ham moddiy. ham ma'naviy, ham moddiy. Aziz obunachilar, sizlarga mana shunday asarlari uyingizga hatto bitta dona qo'yib qo'ysangiz ham maza qilib har zamonda borib tomosha qilsangiz ham dam olasiz. Toqqa har chiqolmaysiz-ku. Lekin ariz bo'lsa majburan chiqib dam olasizda. To'g'ri. Maqsad mana shu yerga kelib boshlar ko'rish bo'lib, zato tabiatni ko'rib maza qilasan-da. Miyalar dam oladi, tinchlik qarang. Qushlar sayrashi, ayniqsa menimcha yer taraflari umuman boshqacha manzara bo'lsa kerak-a, Shavkatxon aka, bu joylarda. To'rabekdan so'rasa yo'q qilganmiz, konsertra, To'rabek. Birinchi kun yotib qoldik, maza qildik. Yovvoyi tabiat. Mana. Bismillahirrohmanirrohim.
birinchi yashigimizni mana akalar ochyapmiz. Oxirgacha o'zi mana arlar tuxumlari chiroyli o'sib boshlagan. Ishlashlari yaxshi, ha? Ishlashlari yaxshi juda ham. Tuxum urishlari ham juda ham yaxshi. Shavkatxon aka endi o'z-o'zidan bu videolarni ko'rgandan keyin qiziqish ortib boradi. Obunachilarimizdan mana bizni kuzatib borayotgan yurtdoshlarimizdan boshlamoqchi bo'lganlarga har doim tavsiya beramiz. Yana bir bor shu tavsiyalarni bir boshdan mana shu kungacha bo'lgan jarayonlarni bir xalqimizga birin-ketin tushuntirib ketaylik. Bular aytishdan charchamaymiz. To'g'risi, hamma aytdim o'tgan safargi videolarimizda ham asalari 7 xazinani biri. Albatta. O'zini uyda boqsa oilasi uchun menimcha yaxshi bo'ladi. Buni ishlari nisbatan yengilroq. Asalari boshlashni xohlab yurgan insonlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Lekin bo'ladi-yu, boshlamoqchi bo'ladi, qiziqadi, lekin qattiq o'rgansam bo'ladi degan joylar bo'ladi, to'g'rimi? O'sha insonlarga nomerlarni yozib qo'ysangiz, qo'ldan kelguncha so'rasa yordam beramiz. Tavsiyalar demak berib boriladi. Sizga o'tgan safar aytdingiz-ku, bizniki savob talab. Bu Albatta. narsa manfaat yo'q. Telefon qilsa qo'ldan kelguncha yordam beradi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. O'tgan safardan keyin telefonlar juda ko'p bo'ldi. Telegramlardan yozish bo'lyapti, ko'rib, lekin albatta javob yozaman. Bir xilda tog'da bo'lsa ko'riladi, uyga borib yozishi mumkin-da. Bir xil yozyapti-da, keyin 1-2 soatdan keyin ko'rilgan chiqib qoladi-yu, javob yozmadi deb o'chirib tashlagan holatlar bo'ldi-da. Albatta javob ham yoziladi. Telefon qilsa agar ko'tarmasam qaytib o'zim qilaman. To'g'risi. Mana. Vaqt topib обязательно. Albatta. Mana asalari. Asal yig'ishni boshlaganmiz-ku? O'sha yig'ishni boshlaydigan davr keldimi o'zi? Keldim. Bu yil xudo xolasa shirasal ertaroq ajrashni boshladi. Mana o'zi pechat qilishlarini boshlaganlar. Asali. Tagida tuxumi. Aka shu Aytganingizda aytaveraman endi. Qarang, faqat tepa qismini to'ldiryapti, to'g'rimi? Pechatlayapti. Shu sekin pastga tushib boshlaydi, ha? Pastlaydi. Hozir shunaqa ramkalarimiz ham chiqishi kerak, xudo xolasa. Mana bu yoqqa har kuni kelmayman, bilasiz-ku. Ha. 3-4 kunda, bir haftada bir marta kelinyapti. Biz ham o'zimiz davlat ishi bor, o'sha davlat ishidan bo'shab kelinadi. Mana, yaxshi ko'rinyaptimi? Tepada bu asali, hali pechat qilinmagan, taglari tuxum. Pechat qilingan joylarni ham ko'rsatamiz. Albatta. Hozircha mana bu taraf mana pechat qilingan ekan. Mana. Mana pechat Yasna qilingan. ko'rinib turgan joylari. Bu joylarda уже ish tugagan aziz obunachilar. Asallarning ishlari tugagan. Уже mana pechat qilib uylarni mana yopib Yoshga qaratay mana. Bu tomonlarni qarang. Mashalloh. Bu ramkani og'irligi qo'lga seziladigan darajada. Keyingi safar xudo xolasa Shavkatxon aka tarozilardan kelib, Albatta. ramkalarni tortib, Xudo xolasa keyingi safariga videomiz asal olish bo'ladi. inshaalloh. Qanaqa qilib asal olish, o'sha mayda chuydalargacha qo'ldan kelguncha yoritib boramiz. Albatta. Mana shu asalarichilik bilan xabari yo'q insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu videolarni shundoq jo'natib qo'ysangiz, bu haqda ma'lumot olsa, обязательно menimcha qiziqish ortadi. Har kimda. Sababi men o'zimda xabarim yo'q edi. Mana akamiz bilan xudo xolasa mana shu ijtimoiy tarmoq orqali bog'lanib kelib o'zimiz bilan juda qiziqishimiz ortib qoldi aziz obunachi. O'zimizning xonadonimizda ham hozir bitta yashik bor. Har zamonda bor, bir qarab qo'yaman. Qiziqishga. Ham dam olasiz. Bularni qilayotgan mehnatini ko'rib, uyasiga har xil rangdagi changlar olib kelar ekanda Shavkatxon aka. Siyoh rangi ham bo'ladi, oq ham bo'ladi. Qani bismillah. Qani? Keyingi yashiklarimiz aziz obunachi. Mana, o'sha qarang. Mashalloh, mashalloh. Boyagi men aytgan shu yerda bo'lganda, to'g'rimi? Boya pastlagan. Mana Tepadan o'sha pastga qarang, xudo xolasa, Alloh nasib qilsa keyingi safar kelganimizda oxirgacha yopiq bo'ladi. Qarang, o'sha pechat yetib qopti. Mana shu ramkalar asalga tayyor. To'lsa necha kilo bo'ladi mana shu to'lla bo'ldi. Bo'ldi deylik-da. To'la bo'lsa 2 kilo bo'lar, 3 kilo bo'lar. Endi buni bitta ramkamiz, ishirishga ham bog'liqda. Hozirda o'zida bir 2 kilo bor o'xshaydi-ku. Xudo xolasa tarozlarga tortib ko'ramiz uni mana. Eng chiroyli yashiklarimiz, to'g'ri. Bitta narsani to'g'ri aytish kerak. Butun hamma yashikimiz bunaqa emas. Kuchli, bahorda yaxshi ariga qarilgan, o'sha ishchi arilar, yetilgan arilar zo'r asal ishlagan. O'rtachasi bor, keyin slabiyroqlari ham bor, asal kam yiqqanlar, lekin xudo xolasa hammasi tenglashib oladi. Agar mana shunaqa tabiat zo'r bo'lib tursa, ana arilarni uchishini bitta o'ng, qarang. O'ynab yuribdi. Mazza qilib. Demak, mana shu aralar
Mana shunaqa qilib galalashib uchsa, demak yaxshi ish holatida. Yaxshi ish holati. Chunki ari o'zidan o'zi bunaqa uchmaydi. Chunki biz o'tgan yillar toqqa qo'yganimizda orzu bo'lgan kelamiz. Ari tinch ari uchish yo'q, ha. Unda ish bo'lmayotgan bo'ladi. Mana Allohga shukr. Hidini qarang, asalni hidi shunaqa chiqyapti yashik ichidan. Qo'ldan tushib ketadi, kuchim yetmayapti o'xshaydi-ku bu. Mashalloh. Hozir bitta qarang, kelayotgan shirani bilishdi. Endi bu ham bitta ma'lumotda. Kelayotgan shirani qanaqa bilsak bo'ladi? Mana bunga masalan ovqat berilmaydi qachonlardan beri. Hozir mana shularni bitta ko'ramiz. Qoqqanda qanaqa shira olib kelayotganini. Bu mana hozir tuxumlar ham. Mana tuxumni orasidagi shiralar mana shu bugungi olib kelingan shiralar. Tushunyapsizmi? Tuxumlar hozir bitta qoqsak bu ko'riladi. Mana juda ham mana shu oilamiz juda ham chiroyli ishlabdi o'sha, qarang. Asal tayyor. Qani? Mashalloh. Ko'rib o'zingizdan odamni bahri dili ochiladi. Mazza qilasizda. Haqiqiy bir charchoqlar mana shu bitta ramkani ko'rganda chiqib ketadi. Ham tabiat, ham bu asalarilar mehnati, ham bu yerda moddiy daromad boya aytganimiz. O'tirmang, tagiga ovqat. Mashalloh. Qani. Voy, bu ana. Ko'ryapsizmi? Buni Mashalloh. sekinlashtirib ko'rsatasiz. Hozir yana bittasini ko'raylikchi. Allohga behisob shukur. Mana qarang mana buni. Mana chiroyli qilasiz. O'zi ko'targanimdan o'qishni boshlayapti. Ko'ryapsizmi? Voy, yana. Mashalloh. Mashalloh. Og'irligi bormi? 1,5 kilo? Qani bitta ko'raychi. Au. Zo'r. Cho'k. Mana shu oilamiz juda ham chiroyli ishlabdi. Arlarni zich ishlashga harakat qilamiz. Mana ramkasi kamligiga e'tibor bermaysizlar. Arlar ramka qancha ko'p bo'lsin, lekin ari shunga yarasha bo'lsin-da. Ramkani o'zini ko'paytirib tashlab, arini slabi qilsangiz, kasalliklarga chalinish ko'p bo'ladi. Xullas, qiynaladi, oila qiynaladi. Shunaqa. Yondagilarni ko'raman. Yana eng zo'rlarini ko'rsatyapti ekan ular demasdi, mana. Yondagilari ham juda ham chiroyli. Allohga shukr. Oxirigacha ham tuxum urgan. Bu pechatlar hammasi Arlar chiqadi. arlar chiqadi bu yerdan. Bular asali. Demak, xil bo'lib turibdi. urug'lik alohida pechat bosilgan. Men sizga aytdim-ku, men asaldan ko'ra tuxumini chiroyli tuxum urgan bo'lsa o'shanga xursand bo'laman. Kelajak bor-da. Tushunasizmi? Mana arlar ham. Bitta narsa aytayim, har doim kelamiz birga. Shu har 4 kunda, 5 kunda kelamizda. Bunday ochatda bitta ramkani shunday qaraydida, bo'ldi. Hammasini qarab tekshirib yurmaydi. Va keyin desang, "Ya bo'ldi, ko'rdim" deydi. Shu aka bir marta ko'rganda shu bilib olasiz, bo'ldimi? Nimasiga qiziqasiz har doim kelganingizda? Nimaga qiziqaman-da men to'g'ri. Asal hozir qiziq emasin-chi? Asal yig'ishini bilaman-ku. Arlar chiroyli zo'r bo'lsa asal albatta yig'adi. Endi mana shu tuxum yig'ishi sabablarini aytib ketaylik. Nima qaysi tomondan ko'proq foyda bizga? Tuxumni qarang, gulchangi bizda o'zi shaharda uyimizda turganda gulchang to'xtab qoldi-yu. Gulchang to'xtagandan keyin tuxumi ham kamayib ketdi-da arlarda. Bu yoqqa olib kelgan kunimiz ertasi kuni ko'rdik-ku. Kelganimizda shunaqa gulchang olib kelyapti, o'sha bir haftadan keyin tuxumga arlar juda tuxum chiroyli qo'yishni boshladi-da. Mana qarang, mashalloh, vaqti go'zal-ku bu. Xudo xolasa. Ham tuxumi ham asal bo'lsa undan ham go'zal bo'ladi. Men birinchi o'rinda g'arb tuxumi. Yana pechatni yarmay nariq tarafga qo'yib ketish shunaqa zo'r. Mana aytib ko'chirib oldi pechat. Aka, bu shularni orasini ochiq tashlab ketsa nima bo'ladi? Shu haqida bitta gapirib ketak. Bularni masalan o'zini pecholari bir-biriga albatta Yopishib turishi shart. Ramkalar, ha? Ramkalar bir-biriga mana taxtalari yopishib turishi. Bittasini ko'rdingizmi? Ochib qolgan nima bo'ldi? Arlar insof tashlagan u kuchini oladi arlarni. Ovqat beradigan o'shandan beri qolib ketgan ko'rasiz. Siz boya aytdingiz-ku, kelganda hammasi mixlari bilan qolganlar bor. Qoqilgan bo'yi, uyda olib kelganimizdan beri asalari bor. Aziz obunachilar, azza mehnat holatida hozir ishlashini qarang. G'uj-g'uj bo'lib mana ish holatida. Xo'p. Shavkatxon aka mehnati unchalik og'ir emas ekan-a? Deyarli og'ir degan joyning o'zi yo'q-da.
o'rganishadi. Sizga aytaman. Mhm. Yo'lga tushib olganishadi, o'rganib bilib olganishadi. Qurib berayotganda kelganda hamma masalan velosipedda 50 ta yoshlik bo'lsa, hammasini bittadan ochib, onasi qidirilmaydi. Arlarni ishlashga orasidan ko'rib qanaqa ishlayapti, tuxum qo'yish qanaqa, shularga e'tibor beriladi. Mhm. Har doim kelib hammasini qidirish orasini tutish shart emas. Men endi shunaqa qarayman-da, vaqtimiz ham yetmaydi uni. Yo'q, o'zimiz ham uyga olib borib ko'rdik, misol uchun mehnat deyishadi, yo'q, mehnat bitta o'sha ozuqasi berib turadigan payt, ertalab bir kechki mahal beriladi, ozuqa. Masalan, bosh narigi videolarda ham aytdim. Erta bahorda arlarga Mhm. ish ko'proq bo'ladi nisbatan-da. Hmm. Mana asal mahalga yetganimizda toqqa olib kelib qo'yganmiz. Mana qachon keldik? 3-iyundami? Yo'q. O'tgan safar keldik-ku. Bir haftada bir marta kelyapmiz-da. Mhm. To'g'rimi? Endi xudo xolasa asal yig'ishni boshladi, ham tezroq kelaveramiz. Mana Seshanba kuni keldik, ko'ngilchilash. Ish holatida asalarlar. holatda mana yaltirayotganda. Lekin bori aka, Mana qarang, mana shu yerda ozgina tuxumi bor. Bir kunlik tuxumlar ham bor ekan mana. Qolgani mana asal. Xudo xolasa mana shu yerdan pechat bo'lish kerak, xudo xolasa. Mana buni tepasi bilan mazza qiladigan joyi bor-da. Shunda ochganingizda o'zi mana qarang. Ko'rinib turibdi mana. ko'ryapsizmi? Tepasidan. Mana. Sarg'ayib o'zi pechat turibdi-yu, tepadan. O'sha bilasiz zo'rligini-da buni. Ochgisi kelib ko'rgisi kelaveradi buni. Maşallah mana. Shunaqa bo'lsa zo'r. Shu tepa tomondan ko'rinadi. Pechat, tagi tuxum. Shavkatxon aka, Hop. bu yerda asalni anasi boshqacha o'xshaydi. Ta'mi ham, Qarang, kuchi ham, hidi shunaqa uryapti hozir menga. Xudo xolasa keyingi videoda tog'da qaysi gullardan olayotgani shularni olamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa Inshaalloh. tepaga chiqib, tog' teparog'iga chiqib, arlar qaysi gullarga qo'nyapti, qaysi gullardan asal olyapti, o'sha gullar nimalarga davo odamga. Asallarini qanaqa foydalanish kerak, o'shalar hammasini yoritamiz. Inshaalloh. Xudo xolasa. Nimanidir hidi kelyapti-da, yana Kiygut, qanaqadir kiygut, kiygut kiygut. hidi keldi. Kiygut ochilganda, kiygutlarni Kiygut hidi kelyapti. Boya kelgan zahot foyda bo'lib qolibdi-da shunaqa. Kiygut hidi zo'r kelyapti. Asaldan ham o'sha giyohlarni hidi sezilyapti-da shunda ochganingizda. Aka shu asalni pastda ham olishimiz mumkin edi. Mana shu misol uchun 10 kiloni to'yla 10 kiloni pastda ham olishimiz mumkin edi. Bu yerga kelishimiz sababi Endi pastda o'sha dorivor giyohlar pastda yo'q-ku, shuni hisobiganda. Men har safar aytaman, asal olsak ham ozgina qancha bo'lishidan qat'iy nazar sifatli, toza, zo'r asal olishimiz kerak-da. O'sha odam yeganda mazza qiladigan, shifo bo'ladigan asal olishimiz kerak. Bu ham shifo. Lekin Ko'proq bu yoqlarda giyohlarga qo'niladi, to'g'rimi? shunaqa. Giyohli o'simliklarga har tomonlama mana foydali. Hisoblashda Tabiat o'zim tomosha qilib mazza qilasiz. Mashalloh. Archalarni qarang qalinligini. bu yoqda archalar, narigi tomonda soyimiz bor. Soyimizda daraxt juda ko'p ekan. O'rmon bo'lib ketdi bu tomonlar. Mana shunaqasiga akalar, soyning ovozi ham eshitilib turibdi. aka bu arlar mana shu tog'lar nariyog'iga ham, bu yog'iga ham hamma joyga bemalol. Necha kilometrgacha uchadi Shavkatxon aka? 3 kilometrgacha uchadi. Endi radiusda 3 kilometr radiusda uchadi, lekin tabiat zo'r-ku. Hmm. Qarang, yaqin. Shart emas u ya. Uzoqqa borma. Yaqin bo'lgani yaxshi. Yaqin bo'lgan yaxshi, tez-tez yig'iladi. Charchamaydi. Tez ishini qiladi. Mahson akani bitta ko'rsataylik endi. Keng Mahson aka. Aziz obunachilar, bu yoq Maqsudxon akamiz. Assalomu alaykum. Shavkatxon akamiz bilan birgalikda Akaxonimiz birga necha yillardan beri asal qilamiz. birgalikda. Birgalikda. Har safar bitta joyga olib boramiz. Bitta mana asalarim emas. Bitta akalarimizni, ukalarimiz ham asalarlari bor. Meni bunaqa juda ham ko'p yashigim yo'q. O'tgan safar aytganman, bitta ancha yashig bor. Shavkatxon, nima, Maqsudxon aka Birgalikda maslahatlashib, bilmagan narsalarimizni bu yerdan so'raymiz, o'rganamiz. Hamma narsa birgalikda. Maqsudxon aka nima sabab bo'ldi asalarga kirib kelishingizga? Endi buni tub mohiyatiga yetib borsa, odam baribir tabiatdan olingan bir unaqa ekanda, bu inom ekanda, bu Xudo insonga mana shunaqa yaxshi bir unaqa bergan. Mana shu asalarchilik o'zi bir 7 xazinani biri hisoblanadi. Mana shuni bir o'rganib, bir kirib kelishimizga mana shu ukamiz sabab bo'lgan. Mana shu Xudo xolasa bir
5 yil bo'ldi asalarichilik bilan shug'ullanayotganimizga. Yomon emas. Xudo xolasa mana bu yil ham tabiat ham rasa ham chiroyli joy, rasa ham bir nima deydi, asalarilar mazza qilib ishlab bir xalqimizga yaxshi toza asal yetkazib, kimlargadir insonlarga bir shifo nima deydi, shifo ulashadigan bir asal olsak, odam mazza qiladi-da. Albatta. Har tomonlama foydada. Shavkatxon aka boya aytganimizdek, moddiy va ma'naviy har tomonlama. Bitta tavsiya qilamiz bu narsani. Xudo xolasa mana asal olishimizga ham ozgina vaqt qoldi. Hozir ko'rdik, ramkalar, asallarlar rosa yaxshi ishlayapti. Endi xudo xolasa yanagi sahifalarda ham Inshaalloh. yaxshi chiroyli bir asal olish jarayonini ham bir ko'rsatib bizda yangi o'rganuvchilar, yangilar ko'p ekanda. Menga telefon ko'p bo'lyapti. Yangilar ko'p. Masalan, bir xillari uchun oddiy maslahat bo'lishi uchun oddiy maslahatda, lekin kimni tushunmagan odam uchun o'sha foydali-da. O'sha bir boshdan asal olishni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Chiroyli qilib joylashtiramiz. Aziz obunachilar, kelgusi ko'rsatuvlarimizda mana shu asal olish jarayonlarini ham ma'lumotlarni berib boramiz. Hozir mana bugungi kun jarayonlarini ko'rdik. Xudo xolasa juda zo'r. Endi nima deydi? Ortiqcha maqtashni keragi yo'q, xalqimiz o'zi ko'rib turibdi, Shavkatxon aka. Boshqa bitta yashikdan ochaylik endi. Ochib bitta ko'rsatamiz. Qanaqa tanlangan joyi ham yo'q-ku. xalqimiz o'zi ko'plab savollar yuborishgan, o'sha savollarga ham qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beramiz. Kasalliklarga qanday kurashiladi Shavkatxon aka? Asallarlarda ham kasalliklar uchrab turar ekan. O'sha kasallik turlari haqida ham ma'lumot berib ketaylik. Qanaqa kasalliklari bor? Ularga qarshi qanaqa kurashiladi? Endi hozir kanalariga qarshi xudo xolasa bitta biz asalni olamiz. Asalni olgandan keyin kanaga qarshi dorilari bor. Shu dorilarni qo'llaymiz. Endi asal bilan aralashmas kerak edi, bari ximikatda. Shuning uchun asal olishni olganimizdan keyin xudo xolasa. Demak, kasalliklarga qarshi mana asallarni yig'ishtirib olgandan keyin, mana bu arlar hali sal bor-da, boyagilar pechati juda ham pastgacha edi. Mana bular ko'ryapti yaltirayotgani. Oxirgacha yaltirab turibdi, lekin hali pechat qilinmaganda. Tuxumlari mashina chiroyli bo'lsa mazza qilaman-da. Akalar, bular tuxum qo'yilgan hozir holati, ha? Tuxumni boyiga asal edi bu tuxum. Bu tuxum qo'yish jarayoni qachongacha davom etadi Shavkatxon aka? Asallar. Kuzga borib o'sha sekin tuxum qo'yish kamayib boshlaydi-da. Lekin o'shani biz asalni olgandan keyin qishga o'sha avgustdan boshlab sentyabr oylarida o'sha qishga tayyorgarlikni boshlaymiz. Dorilarini, ovqatlarini joyida bo'lishi kerak. Qancha ovqat ko'proq bo'lsa, shuncha arlarni ko'proq qilib qishga kirishga harakat qilamiz. Asalni olib bo'ldi. Endi bu yog'i Xuddi o'sha gap bo'lmas kerak. nima qilsa qiladi degan Ko'pchilik birinchi yil boshlaganda baribir rasxod qilishadi-yu. rasxod qo'shadi. O'sha rasxod Sandig'ini oladi, oilasini sotib oladi, ramkasini sotib oladi. o'shani pulini asal bilan chiqarib olgandan keyin qaramay qoladigan holatlar ko'p bo'ladi-da. O'zimizda ko'p uchraganda shogirdlar oladi, asalni olishgandan keyin qolib ketadi. Unaqa bo'lmasligi kerak-da. Ya'ni tirik jon. Asalni olgandan keyin qishga ham tayyorgarlik ko'rish kerak, a? qishga ham tayyorgarlik ko'rish kerak. O'zini bu anolari bormi? Emlash, Buni dorilari qanaqa bor. dorilari. Mana tuxumlarni qarang, keyin yaqinroq olsin. Arni tushunadiganlar barib tuxumiga ham e'tibor etdi. Videoda hali ko'p e'tibor berishadi-da. Shavkatxon aka, o'sha kasallik turlari, qanaqa kasallik turlari bor dedik? Kanalari bor, shamollash bor. Mana To'rabekda arsi shamollagan. Shamollasa yuqumli shamollashi. Demak, arilardan yuqadi bir-biriga. O'shalarga qarshi kurash. Endi biz arilarni bu yoqqa olib kelayotganimiz hammasini qo'ldan kelguncha dorilab kelingan. To'liq dezinfeksiya qilinib, shu holatga keltirib olib kelingan mana. Asal yig'ish yashiga alohida mana sariq bo'lib turibdi. Bu tomonlar mana tuxum. Asal yig'ayotganini bundoq qilib ko'rsak bo'ladi. Buni olib ketdim o'sha, olib kelayotganini. Boyam ko'rsatdim. Aka, bu hozir olib kelgan asalni tuxumni orasiga qo'yib tashlayapti-yu, keyin bular qayta ishlaydi. Shunaqa ish bo'ladimi? Shunaqa qayta ishlab tepaga olib chiqib, Keyin tepaga olib chiqib qayta ishlangan keyin pechatlaydi. pechatlaydi.
Endi ovqat berish kerak emas, aka. Yo'q, bu paka emas, umuman ovqat berilmaydi, yo'q. Yo'q, qishgacha. Qishda beriladi, babra. Yo'q, qishda ham berilmaydi. Ha, уже asalli qoladi. Men o'tgan safar aytdim-ku. Semchkani asallari qolsa, og'ir asal bo'ladida, arlar o'zi qishdan ochib yeya olmasdan o'lib qoladigan holat bo'ladi. Endi tog'da asali unaqa emas. Xudo xolasa asalni olganimizdan keyin ko'riladi. Yana o'ziga ham qoldiramiz. Yetmagan joyiga ovqat berib, qishga yaxshilab tayyorlaymiz. Ovqat ko'p bo'lish kerak-da qishga kirishdan oldin. Mana. Mazza, ha? Mashalloh. Mana shu ramka haqida bu yangi qo'yilgan ramka edi, to'g'rimi? Bu tabiatda hozir ish yaxshi ketyapti. Zo'rda. Zo'ra, bir pasda ko'tarib tashladi. Ko'p bu kelganimizda qo'yganmiz, bilasiz-ku o'zingiz. Mana kelganda qo'yilgan ramka. Bu bo'm-bo'sh ramka edi. Aka, eslaysizmi, meni oilamga Bu vashina edi. Silliq. Buni ko'tarish uchun asalaridan qancha kuch talab qilishini aytdim-ku. 2 kilocha asalni kuchi ketadi mana shu ko'tarish uchun, bo'rtirib chiqarish uchun. Mana tuxumlar qo'yib, o'sha tepasiga asal ham yig'ib qo'ygan. o'tgan safar shunaqa ish bo'ldi-da. O'tgan Bir kunda ikkitadan ham soldik-ku. Sizga arz ko'payib ketgan. ikkita soldik, hali sim просто plastinka turibdi. O'shani уже 5 kundan keyin, 6 kundan keyin, necha kundan keyin keldik? 8 kundan keyin 8 ko'tarib уже asal tuxum ham urib tashlagan bu ish. Bu tabiat yaxshiligiga, arlar yaxshi ishlayotganiga dalolatda, to'g'rimi? To'g'ri. Kuchli oilalarimiz asalda juda ham yaxshi yeydi. Oilaning kuchsiz yoki kuchsiz ekanligini qanday ajratsak bo'ladi Shavkatxon aka? Arlarda masalan ko'pligidan. Mana qarang. Mashalloh. Uje bu yaqinlashib Orqasida qolsa, bo'ri qolgan. Orqasida bo'ri bor ekan. Ko'rmaymiz. Mana. Aytdimi? Mashalloh. Orqasida bo'ri bor ekan. Uje mana shunaqa qilib bo'rtib, uje oqib chiqqan, ha? Yo'q, pechat qilingan asal. Pechat qilingan. Gulchanglarni ham zapas qilib yiqqanda. Mana oyoqlarda qarang, gulchang olib kelyapti, yaqinroq mana. Ko'raysizmi, sariq gulchanglar olib kelyapti. Mana sariq ko'rinyapti. Mana. Bu tomonlarda. Hamma narsa chambarchas bog'liqda. Agar bular gulchang olib kelmasa, o'tgan safar ko'rdik-ku, arlarda tuxum kamayib ketdi-da. Bu borib hamma narsasini ko'rsangiz xursand bo'ladigan bo'lib qolar ekansizda. Gulchang olib kelyaptim, xursand bo'lasiz. Bilasizki, tuxum zo'r qo'yadi. Bolalarga oziqa. Tuxumi ko'p bo'lsa, bilasizki, keyinchalik asal zo'r yig'iladi. Ya zo'r narsa ekan, bori. Uyda shuncha ishim bor, lekin shu yerga ketyapmiz desa, hamma ishni ularga, uydagilarga topshirib, lekin Bizning obunachilarimiz o'zi To'rbek akamizni ko'pchilik deyarli hammasi taniydi desak ham bo'ladi. Asosan To'rbek akamiz bilan mana shu ko'pchilikka oid ma'lumotlarni berib borardik. Shavkatxon akamiz sabab xudo xolasa asalarichilikka ham qiziqishlar ortib bordi-da. Bu narigi tomonda akamizni yashiklari ham bor anaqa ekan. ish bo'ldi. Miyani zaharladi. Yuring siz ham, yashikni ko'rsatmaylik. Hozir To'rbek akamizni yashiklari alohida qilib qo'yilgan. Hozir bu yashiklarni ham ko'rsatamiz. Ramkasdan bog'u, sizga Ramkasi ko'p bu. ramkasi ko'p bu. Ko'pini ham, kamini ham ko'rsatamiz. Ming dardga davo. Sekin, naqd ochmaydi. Shogird. Asta sekinlikni ochish kerak. Albatta. Mana arsini qarang. Mashalloh. Rahmat. Rahmat. Ramkasini olmaymiz, biz buni ko'rsatmaymiz, ha? Ko'rsatmaymiz. Qani bitta O'sha ana aytgan gapingiz dalili bilan bo'lsin. Nima dedingiz siz? Mana bu ikkita ramkani o'tgan safar kelganimizda qo'ydik degan ramkangiz mana shu bo'ladi. Shuni ko'rsak? yangi ramkalar qo'yilgan. Yo'q, to'xtang, tegmay turing, mana qarang. Mana ikkita yangi bo'lib turibdi. Mana shu ramkalar ikkita yangini qo'yganmiz. Yolg'on bo'lib qolmasin. Yolg'on bo'lib qolmasin haqiqatdan. Aziz obunachilar, mana shularni mana tuxumini ko'ryapsizlar. Mana shu vashina edi. Ramkaga mashina yopishtirilgandi. Mashina boshqacha o'zbekchalar tuxumlar urib, sodda tushuntirasiz. Sodda tushuntiring. Bu plastinka edi, bitta oq-varaqqa o'xshagan yuqa narsa edi. Mana tuxumlari, mana bunga hech qanaqa ovqat berilmagan. Tog'da ishida bu. Tabiiy. Mana shu yangi edi. Necha kun bo'ldi bu? 1,5 hafta bo'ldimi aka?
1,5 hafta bo'lib qolsa kerak. Qiziqqan yurtdoshlarim, sizlar ham mana shunaqa ishlar qiling. Mana To'g'risi, Mana ikkinchisi. Mana bu ishi buni ko'rsatamiz, ichi tuxum to'la, ko'ryapsizmi? Yopiq. Ko'ryaptimi? Ochiq. Qurt shaklida turibdi. kelib Onasi ham shu yerda. mana shunaqa tog'li joylarga Onasini qo'ysangiz. ham olgan endi. Aha, qani? mana onasi ko'rinyapti mana. Barmog'im ichida turibdi. Bo'ldi, ha? Ko'rdilaringiz obunachilar. Nima deyapti bu? Like bosmasalaring bo'lmaydi deyapti. Mana ham mashallah. Yurib turibdi ekanda. Mana ham video ko'rdim. Chiqib turibdi ekanda. Mana o'sha maytga asalarni yig'ibdi aka, tepasiga pechatlashni boshlab mana. Qarang, yangi ramkaga. Eskilar nima bo'lyapti aka? Eskini ham ko'rsating. Ataylab aytaman, ataylab aytaman. Ko'ryapsiz, ko'rib bersin deyman-da. Yaxshi ishlash. Har safar kelganda va siznikini ko'ryapmiz. Aldayapti. Biron marta menikini ko'rmagan, deymi? Nima bo'ldingiz? Yaxshi. 4 ta ramka sotib olingan edi, 4 ta ramkada kelgandi. Mana shunaqa joylarga aziz obunachilar yashiklarni olib shunaqa joylarga joylashtirib qo'ysangiz, majbursiz dam olib ketishga-da, kelib. Mana shu Xudo xolasa. Yashiklarni ko'raman deysiz, bahonada kelib dam olib ketasiz. Aziz obunachilar, tavsiya qilaman. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa o'zim ham niyat qildim. Kelgusi yillarda mana shunday qilib ko'paytirib qo'yishga. Bu tomonda mana endi o'rmon bo'lib yotibdi. Bu tomonda olcha, bu tomonda yong'oq, olma, hammasi yovvoyi. Aziz yurtdoshlar, o'zlari chiqqan. Shundoq tushganimizda suv, ha, Shavkat aka. Yong'oqni orqasida shu yo'l bor. Ma'lumot borda, shundan tushaylik deyapman. Ari qo'yayotganimizda e'tibor beriladigan joylar borda. Simyog'ochlar bo'lmasligi kerak. O'sha arini yeydigan qushlar bo'ladi-yu, o'sha hujum qilish uchun o'shalardan yiroqda bo'lsa, keyin oqova suv yonroqda bo'lsa juda maqsad muvofiq bo'ladi. Ana. Joy tanlashda ham aziz obunachilar shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak. Kichkinagina soyimiz bir 50 metr pastda katta soy bor. U yoqqa ham shu ham soy. Ha, Shavkatxon aka? Mana bu joyda zilol suvimiz bor, haqiqiy buloq suvi. Salqinligini qarang. Bu joylarga aziz yurtdoshlar, o'rmon. mana akalarimiz bu yoqqa Ruxsat qo'ygansizlar aka bitga. qaruz solib qo'ydik. Qaruz ham bo'ladi shekilli. Mashallah. Lesni deysiz. Bu suvda bemalol ichsa bo'ladi. Hadi olib kelaman. Hech kimdan so'ramasdan ichaveraman. Tog' suvi bo'lsa bu. Uning bo'lsa nima olasan sekin? Mazalimi? Turbek. Güzelim qara. Taruzemizin. Akalar. Mashallah. Qo'yinglar. Tabiatni qarang. Dehqon akalar qanday yetishtirgan? Qanaqa dalalarda? Shavkatxon aka mana shu tabiatga olib borishmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga yana qanaqa joylar tavsiya qilinadi? Misol uchun asalari yaxshi asal yig'adigan qanaqa joylar bor? Bizda Angreni tog' ko'p, juda aylandik, juda izlandik. Toqa qo'yib boshqa tog'lardan ko'ra buyul, yog'ingarchilik kam bo'lgani hisobiga tog'larimiz tez sarg'aydi. Bu teskari, quyoshga teskari bo'lgani uchun yashil ko'rdingiz-ku, tabiat chiroyli. Shu taraflarga e'tibor berdik. Yana bitta narsa, hozir biz aytmagan, lekin o'sha yosh arichilar qiziqqan narsalar bo'lsa, kommentariyaga yozishsin yo telefon qilishsin. Qo'ldan kelgancha o'shiga. Aziz obunachilar, hozir kasalliklar haqida ham to'liq ma'lumot bermadik, chunki nima deydi? Ko'p, ma'lumot ko'p. Shavkatxon akam nomerlarini qoldiramiz. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, siz asalaringizda qanaqa holat kuzatilyapti, shular haqida ma'lumot olish uchun mana akamiz nomerlarini qoldiramiz. Har doim beminnat javoblarni berib borishadi, ha, Shavkatxon aka. Aka, Xudo xolasa. boya ham bitta savol bermoqchi edim. Sizga shogird tushayin, borayin deganlar bor. O'rganadigan bo'lsa, uyiga 2 ta donami, 10 ta donami, yashigi bo'lsa, o'sha holatda ham o'rgatilaveradi, telefonda. Albatta. Bemalol. Bunaqalar hozir juda ko'p, bilasiz-ku. Hozir texnika rivojlangan payt video olishadi, Telegramdan tashiladi. Ularni ko'rmaganman, Telegramdan tashiladimi, o'shanga qarab telefonda aytaman, bunaqa qilish kerak, yo bunaqa qilish kerak deb. Qo'ldan kelguncha biz ham professor emasmiz, oddiy insonmiz. O'zimizdagi bor bilimlarni berishga harakat qilamiz. Chunki bizda sir yo'q. Yo'q, sir yo'q.
chunki biz ham hali o'rganuvchi shogirdmiz, biz ham ustozlarimiz bor. Bilmagan narsalarni ustozlardan so'raymiz, to'g'risi. Albatta. Mana shu hozir biz Qarang, o'sha menga ham foydasi borda. Ular so'raydi, men ustozdan so'rayman bilmasam. Men o'zim ham O'rganib olasiz. yana o'rganishda davom etamiz-da shu bilan. Hech joyda to'xtab qolish kerak emas, faqat harakatda bo'lish kerak. Hammasi yaxshi bo'ladi. Kelajakda maqsad yana nima niyatlar bor? Kelajakda, keyingi yil, undan keyingi yil. Shu fabrika chiqarishda sizga o'xshagan. Mendan yaxshiroqlar. albatta. Mana tabiatimiz qushlar sayrashni boshladi, xudo xolasa. Kelajakda Yana ham ko'proq nima deydi? Asalari yashiklarini tashkil qilish. Mana. bog'larga chiqib qolamiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Gullarga o'sha gullar nimaga da'vo, qaysi gullardan arilar ko'proq asal to'playdi, shular haqida ma'lumot beramiz, xudo xolasa. Shu suvga yaqin bo'lgan aka, suv tashiydi bular, to'g'rimi? Tashiga ham yaqinda, to'g'rimi? Yaqin bo'lgani Juda ham yaxshi-da. Sal emas, juda ham yaxshi. qaysi salqinda ko'p qo'yamiz. Arilar yonida taqiy o'tiramiz. Xo'p. Shavkatxon aka, katta rahmat sizga. Joningiz omon bo'lsin. Xalqimizga mana shunday yaxshi ma'lumotlarni berib borish hamisha davom etsin akalar. Duoda bo'lasizlar akamiz bilan birgalikda. Hali berilmagan qanday savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyga boya aytganimizdek ma'qul qoldirsalaringiz, xudo xolasa kelgusi videolarda birgalikda ma'lumotlarni berib borishga harakat qilamiz. Kelgusi videomizda inshaalloh mana shu asal olish jarayonlarini, Mehnatni mahsuli. mehnatimizning mahsuli. Hali nima deydi? Berib boradigan ma'lumotlarimiz ko'p, aziz do'stlar. Bunga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarni shu yerda. To'rbek aka, joningiz omon bo'lsin. Sal qolsa xayrlashmayotgan edim men ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu yergacha like bosib qo'ying, jigar. Xudo xolasa. Bo'ladi. Podpiska shuni tagida bosib qo'ysangiz bizga yordam bo'ladi. Kanalimizga ozgina hissangiz qo'shsangiz, ko'payib yana ko'proq insonlarga ko'rishga hissangiz qo'shgan bo'ladi. Sababchi bo'lib qolasiz. Jigar, likedan ayamang. Xudo xolasa. Qanaqa kontent qildik? Shu yerlarga kelib maza qildik. Katta rahmat, salomat bo'lasizlar. Jonlaringiz omon bo'lsin. Ishlaringizga rivoj, omadingiz bersin. Rahmat. Like'lar boshingizdan chiqmasin azizlar.